Assalomu alaykum, Xonaman TV a'zolari, tomoshabinlar, azizlar. Bugungi videomizda mana shu patologik video chiqargandik. 180 mingdan degandik, ko'p kishi ishonmagandi. Negativ fikrlangan. Bu haqiqat. O'sha 180 ming variant, ya'ni 500 minggacha variant bor bizada. O'sha materialni olib borib qilib beriladi, ustamiz qiladi. Mana bu yangi fason, mana marmar fason, yangi keldi bu. 2025-yil ilk o'sha marmar fason boshlandi, yangi. O'sha temnisi ochiq ham bor. Mana bu o'rtadagi gullar ham shu mana shu gulni o'zidan, ya'ni fasonni o'zidan qilingan. Mana bu o'rtadagi guli ham. Hozir ko'rsataman yaqinni. Bu 18 kvadrat bo'lgan joyimiz. Katalogida o'zi 3 million 200, 3 million 300 atrofida pul sarflangan. 4 million deb olaylik, mana bu qandil bilan primerni. 4 million bilan shu patolog bitgan. Usta haqqi mana bu galagellari o'sha 180 ming ichiga kirgan. Faqat qandildan tashqari bo'lgan. Ustamiz qandildan tashqari o'sha patologni qilib beradi. Uy egasi o'sha o'ziga yoqqanini masalan qandilda oladi. 4 million deb hisoblasak, mana shu 670 ga 270 lik bo'lgan patologimiz. Mana bu gul ham o'sha marmar fasondan o'yilgan, mana roverda moslab, o'sha xona razmeri aytiladi, o'shanga qarab qilinadi. Yonboshlari zetiyaga bo'ladi. Biz rotbinni o'tib bo'ldik, burchaklarni tekislab, perfogullar qo'yildi derazalarga. Tepa qismini 6-7 sm atrofida reka qoqiladi, keyin zetiyaga qilinadi. Mana shu gulni o'zidan bo'ladi, mana. Yonboshda shunga o'xshatib qilinadi, kopiya variant qilib. Rotbin qotgandan keyin ustamiz qiladi, sabab ho'l. Bugun 26 mart 2025-yilda biz aboyga tayyorlab bo'ldik. Nasib bo'lsa 10 kun 2 haftadan keyin kelib xabar olib, qurigandan keyin обязательно o'sha shpaklovkasini o'tib ketamiz. Sabab hozir birdan qilib bo'lmaydi. Keyin muammo bo'lishi mumkin. Namni ustidan birdan nam qilsa. Mana bu tepa qismlarimiz paxsa devorida 6-7 sm ham yedi ayrim joylar. 16 qop ishlatdik mana shu xonaga. Burchaklarni tekislab, tepadan ham olib chiqdik. O'sha kechagi videoda ham ko'rsangizlar bo'ladi. Tepa bir 30-40 sm joy ochiq edi, to'liq. Bu karniz patolog divoyna bo'lgan, o'shani buzib ustamiz endi qilib berdi. 2 qavatli bo'lgan. 100% MDF ishlatilgan 180 minglik variant. Mana Qashqadaryoga shunaqa narx chiqadi. Boshqa viloyatga bo'lsa ob'yomga qarab kelishiladi. O'sha mahsulotni o'sha mashinada, texnikada olib borlar, shuning uchun 20-30 ming bo'lishi mumkin ziyod. 200 ming, 210. Endi ob'yom katta bo'lsa kelishtirib qilib beramiz. Ko'p yillik tajribaga ega, murojaat qilaverasizlar. Telefon raqam qo'yamiz. Ishonmaganlar o'sha telefon raqamiga chiqib, ustamiz o'zi bilan bog'lansangizlar bo'ladi. 180 minglik variant deganimizga material o'zidan desa ko'p kishi ishonmagan. Mana bu o'rtada galaginchalarni ham qo'yib berib ketadi. O'sha 180 ming ichiga rekasi, mix samarezi, mana bu lentalari, mana tiyagalari, gullari, MDF o'zi, usta haqqi ichiga kirib ketadi hammasi. Sezon boshlandi, nasib bo'lsa mana zakazlarni olib qilib beryapmiz. Biz aboyni qilib ketaveramiz. Ustamiz patolog xizmati qilib ketaveradi. Natijada ham MDF, gipsokarton, любойni qilib beradi. Murojaat qilaverasizlar. Ranglangan devorni biz nasichka qilib chopib chiqib, kerak joylarni qo'parib, o'sha grunt topganlar o'tib, nasib bo'lsa o'sha rotbinni o'tib ketamiz bir sila. 50 mingdan qilib beramiz. Rotbin shpaklovka aboyn. Mana burchaklarni tekisladik, perfogullar qo'yildi. Nasib bo'lsa bitgandan keyin video qilamiz. Shu jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma topganga Alloh baraka bersin. Murojaat qilaverasizlar. Aboy patolog xizmati bizda mavjud, komplet olamiz. Rahmat barchaga. 670 ga 270. 280 balandlik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aboylar ham kelgan, atachinta variant qilamiz. Mana bunga podsvet bo'ladi. Gulya sal, lekin devorni ochiq qilamiz. Sabab ko'z charchab qolmasligi uchun. Asveshini ham yaxshi, baribir 8 ta galagin, bitta qandil bor, baribir yana ochiqroq qilamiz. Salomat bo'linglar, hammaga rahmat. Instagram, YouTube, Telegramda Xonaman TV sizga chiqadi. Obuna bo'lasizlar. Har kuni o'sha svejiy yangi video chiqarib boramiz. Qurilishga oid narx-navolar qiziqsangizlar, ko'rsangizlar bo'ladi kanalni. Shogird boss gazi o'rganyapti mana. Nasib bo'lsa mustaqil
Rahmat barchaga. Hunar o'rgansa hech qachon kam bo'lmaydi ular. Rahmat barchaga.